Bugun mamlakatimizda ilk bor bo'lib o'tayotgan nufuzli xalqaro sport tadbiri tog' velosporti bo'yicha Osiyo chempionati rasmiy ochish marosimi bo'lib o'tmoqda. Marosim ko'tarinki ruhda, milliy an'analar va zamonaviy sahna ko'rinishlari uyg'unligida tashkil etildi. Unda ishtirokchi davlatlar jamoalari tantanali tarzda maydonga chiqib, sport bayramiga o'ziga xos shukuh bag'ishladi. Mazkur chempionat Osiyo miqyosidagi eng yirik velosport musobaqalaridan biri bo'lib, unda 20 ga yaqin davlatlardan 300 nafarga yaqin sportchi ishtirok etmoqda. Bu esa musobaqaning nufuzi va raqobat darajasi qanchalik yuqori ekanidan dalolat beradi. Tayyorgarligimiz yaxshi o'tdi. Har bir jamoaga qarab reja tuzdik. Xitoy va Yaponiya kuchli raqiblar, Qozog'iston ham yaxshi kurash ko'rsatdi. Shuning uchun biz har biriga mos yondashdik. O'tgan yili bronza olgandik. Bu safar ham undan yaxshiroq natija qilish niyatidamiz. Oldinda yana 3 kun bor. Imkoniyatlar hali ko'p. Eng kuchlilar qatoriga kirib, shohsupaga chiqishga ishonamiz. Musobaqa haqidagi taassurotlaringiz qanday? Bugungi bahslar biz uchun yaxshi o'tdi. Jamoa o'zini yaxshi ko'rsatdi va yakunda 2-o'rinni qo'lga kiritdik. Umuman olganda natijamizdan mamnunmiz va to'g'ri yo'lda ekanimizni his qilyapmiz. Ochilish marosimidan avval o'tkazilgan downhill musobaqasi ancha xavfli yo'nalish hisoblanadi. Ochilish marosimidan avval o'tkazilgan downhill musobaqasi ancha xavfli yo'nalish hisoblanadi. Bunday sharoitda sportchilar xavfsizligini ta'minlash uchun qanday choralar ko'rildi? Ha, to'g'ri, downhill tog' velosportining eng xavfli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu sport nafaqat katta jasorat, balki yuqori jismoniy tayyorgarlik va chidamlilikni ham talab qiladi. Menimcha, eng muhimi tezlik va harakatni to'g'ri muvozanatda ushlash. Shu sababli bu yo'nalish uchun alohida murabbiylar ishlaydi. Men ham aynan downhill bo'yicha ixtisoslashganman. Jamoamiz Osiyo Titan musobaqasida 6 kishi bilan ishtirok etmoqda. Bir murabbiy va 5 nafar sportchi. Biz 21-iyun kuni mamlakatingizga yetib keldik. Bu yerda sizlarning chiqishlaringizni kuzatib, yuqori darajadagi tayyorgarlik va go'zal ijroni ko'rdik. Mamlakatingiz esa nihoyatda chiroyli ekan. Ochilish marosimida so'zga chiqqan rasmiylar ushbu chempionat nafaqat sportchilar o'rtasidagi bellashuv, balki do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilishini alohida ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekistonda sportni rivojlantirish, xalqaro musobaqalarni yuqori saviyada o'tkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlar e'tirof etildi.